Assalomu alaykum aka. Aka, qornim juda ham och. Pul berib turing. Yegani hech narsam yo'q. Qorningiz och bo'lsa tushonka beraman. Nima qilaman tushonkani? Yeysiz. Siz menga pul bering, o'zim nima yeyishni bilaman. Oke, bu oddiy tushonka emas. Bu 100% halol, 3 yilgacha srogi bor. Buni yeganingizdan keyin tishingizni ham yuvmaysiz. Tishingizni so'rayverasiz, oke? Bu mazza qilib yeysiz buni. Siz menga pul bering, mazgini qotirmang. Aka, men sizga pul bermayman. Ko'proq tushonka beraman. Sotib tirikchilik qilasiz. Xo'p? Bu tarafda Yo'q, bu hammasi mengami? sizga duo qiling. Siz kim? Poy qadam. Aka, qandaysiz? Nima bo'ldi? Gap yo'q. Poy qadamingiz zo'r ekan. Sotdingizmi tushonkani? Yo'q, ularni hammasini yedim. Yeganimdan keyin kallam ishlab ketdi. Ko'proq sotib olib, ko'proq sotdim. Optimga ham sotdim. Klientim mana, Navol ekan. Boringizga shukr.